Bilasizmi nima? Biza hayotda har kuni faqat ikkita narsadan o'lishimiz mumkin. O'zim har doim aytaman, aslida hammasi osongina. Hammasi. Prosta biz o'zimiz shu narsaga o'rganib ketganmiz. Hamma narsani qiyinlashtirishga. Xullas biz hayotda faqat ikkita narsadan o'lamiz. Yoki intizomdan, yoki-da hayot sizga berayotgan sinovdan. Qolgani esa siz tanlovingiz. Qaysi bir tanlash sizni qo'lingizda. Muammolar, problemalar, hayotda kelayotgan har qanaqa sinov deb ataymiz-ku, o'sha narsalar bilasizmi, hech narsa bo'lmay qoladi. Hech narsa bo'lmay qoladi. Agar siz meni metodimni o'rgansangiz. Chunki haqiqiy muammo faqat bitta narsa. Bu haqiqiy muammo bitta narsa. Faqat kasallik. U ham agar tuzalmaydigan kasallik bo'lsa. Qolgan hamma narsa puli yo'qligi, qarzdorlik, kredit, bilmayman, erni xiyonati, xotinni muhabbati yo'qligi, ili bilmayman, общество bilan, jamiyat bilan qanaqadir konfliktlar, balo battarlar, hammasi hal qilinadigan narsalar. Hammasini hal qilish mumkin. Va hammasini hech narsaga aylantirish mumkin. Hech narsa emasdek tuyuladi. Chunki sizning nigohingiz o'zgaradi. Nigoh o'zgarsa, o'sha narsaga bizning qarashimiz o'zgarsa, u hayotiy muammolar muammo bo'lmay qoladi. Haqiqiy muammo bu rak, Parkinson, Alzheimer, haqiqiy muammolar oyog'ini yo'liga, даже oyog'ini yo'liga, или bilmayman, fizический, jismoniy nedostatklar, kamchiliklar ham muammo emas aslida insonlarga. Oyoqsiz, qo'lsiz insonlarni ham ko'rganmiz. Oyoqsiz, qo'lsiz insonlar haqida ham eshitganmiz. To'g'rimi? Baxtli yashashayotganini, hayotda ko'p narsaga erishganini o'ylab ko'ring. Hamma narsa aslida o'zimizning qo'limizda. Hamma narsa. Bizning baxtimiz, baxtli bo'lishimiz, bo'lmasligimiz, bizning jannatimiz ham, do'zaximiz ham o'zimizning qo'limizda.